Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xohlasa ikkinchi songa ham yetib keldik. Oxirgi marta borganimizga ham deyarli 3 haftacha bo'lib qoldi. Bugungi manzilimiz xudo xohlasa o'tgan safargidan jicha uzoqroq bo'ladi. O'tgan safar 120 kilometrcha yurgan bo'lsak, bu safar bordi keldimiz 240 kilometr atrofida o'ylab turibman. 240-250 atrofida. Manzilimiz bizda hozir Dongseul degan joyga boramiz. Dongseul ya'ni East Seul. East Seul degani g'arbda bo'lsa kerak, sharqga g'arbda. East West, yo'q, sharq tarafda ekan. Seulda eng sharqiy joyga boramiz ekan. Borib, terminal bor, mashhur. O'sha bus terminaldan boramiz, borib turib, rasmga turib, o'shdan yana qaytib kelamiz. Xudo xohlasa chiroyli joylar chiqsa video olishga harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Qani bo'lmasam, sekin boshlayveramiz. Keyin turgan joyimni hozir bir marta ko'rsatib ketaman. Boshlash joyim o'tgan safargi bilan bir xil. O'sha joy Ichonni eng chekkaroq joyi. Bu tomon o'sha hozir men turgan joy Chunchonbukto tarafga qarab ketadi. Mana shu mostdan o'tsa o'sha boshqa shahar bo'lib ketadi. Mana shu daryo bo'ylab ketaversak, to'g'ri Namxangan bo'ylab Seulgacha yetib boramiz degan umiddaman. Qani bo'lmasam ketdik. Bismillah deb yo'llarimizni boshlab olamiz. Oldimizda 110 kilometr bor. Xudoga shukr, kecha rosa yomg'ir yoqqan edi shahardan. Veskariyada rosa yomg'ir yoqqan edi. Qo'rqib turdim, bugungi ham yomg'ir bermasmikin deb. Endi yomg'irda qolsa yaxshi emas-da. Yomg'irda qolib ketsam, kasal bo'lib qolish mumkin yoki travma olish mumkin. Yo'llarda ham baribir xavfsiz emas-da. Yo'llar sirpanchiq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun havo ham ochiladi deyilyapti. Sekin bulutlar ozgincha bor-ku, sekin tarqaladi. Bulutlar ko'paymadi. Odak havoga lekin gap yo'q. Aynan uzoq masofaga borib kelish yaxshi bo'ladi. O'tgan safar lekin birozgina issiq bo'ladi. 25 kelamiz degan umiddaman. Xudo xohlasa Namxangan yo'liga ham chiqib oldik, Beli yo'liga. Agar hozir bu tomonga ketadigan bo'lsak, to'g'ri Chunjuga ketadi. Mana shu Namxangan yo'li eng oxiri o'zi Chunjuga boradi. Chunjudan to mana shu yo'l oxirigacha Seul tarafga ketadi. Seulda adashmasam Hannamdong degan joygacha boradi. Fakat yo'lda bo'lmasam ketdik, davom etaveramiz. Havo ham lekin zo'r bo'lib turibdi. Veli yo'lga chiqib oldik. Xudo xohlasa. Lekin bu yog'i bosadi degan joy ekan o'zi ham. Mana shu chap tomonimizda qaraydigan bo'lsalar, Ashpolniy Seulgacha ketadi shu daryo. Mana shu Namxangan daryosi. Eng mashhur daryo Koreyadagi. Bu ertalabdan hech kim yo'q maza. Mana yo'lga qaraydigan bo'lsak, mana o'ng tarafdagi yo'l u Seul tarafga ketishdagilarga, mana ikkinchi o'rtadagi liniya bu Chunju tarafga ketadiganlarga, yana uchinchi yo'l esa bu piyodalarga. Mana bu yerdan rasmdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Kilometrlargacha ham даже yozib qo'yibdi. Xudo xohlasa endi haqiqatan bosamiz, ketdik bo'lmasa. Chiroyli joylar chiqsa, xudo xohlasa olib ketaman. Ham bo'lmasa davom etamiz.
Manzara qaranglar, manzarani chiroyliligini. Most ustidan ketyapmiz hozir. Anchalar. Mana hozir pastdan keldim. Pastga turgan joydan. Bunaqa gap yo'q. Yakshanba kuni maza qilib stresslardan qutulib, ishlardan charchab turib, bir maza qilib aylanishga nima yetsin. O manzarani ko'ringlar, chiroyligini. Вообще dahshat. Ko'ringlar, buni aylanamiz. Chiroyli manzaralar olaman. Kecha vaqt ketib qoldi, cho'zilib qolishi mumkin. Adak, normal kuz payt 7-8gacha uyga kirib kelaman deb o'ylayman. Nima bo'lsa davom etaveramiz. Yangi benim shakllarga birdaniga 100-200 kilometrgacha tavsiya beraman. Oson emas, tramvay qo'shishlar ham mumkin. Sekin 250 kilometr o'tgan degan bo'lsalar, deyarli 6 oy shug'ullan kerak kamida, hamda 6 oy. Buni minut ham tavsiya qilinadi. Men hozir 6 oy bo'lmoqda. Oxirgi marta 120 km uchganmiz ham. Bu safarga endi bordik kelimiz 200 km bo'ladi. 250 km o'zi normalniy. Ko'p emas, kam emas. Mana yetarli, ya'ni chungunay deydi. Yetarli bu narsa. Shuning uchun shu maksimum shunchalik maksimal shuncha kilometr tavsiya qilinadi. Bundan ortiqchasi kerak emas. Bizga u muhim emas-ku. Muhimi sog'lom hayot, turmush tarzi-ku. Shuning uchun aytib qo'ydim. Agar kimdir birga uchaman deydigan bo'lsalar, olasizlar, mana shu Telegram kanallarni yozib qo'yaman. Shu Telegram kanallarga olsanglar, birga xudo xolasa har xil joylarga aylanamiz. Aynan faqat Seulga borishimiz. West Koreyani o'zi velida uchaman deb plan qilib turibman. Koreya bo'ylab sayohat qilish bitta velini o'zida. Xudodak qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Bu o'zi veli bu Seulgacha uchishim maqsadi ham bilamiz, Koreyada endi qimmat bo'lsa, ya'ni oxirgi final imtihonlar tugagani bilan nishonlash maqsadida desak bo'ladimi? O'sha maqsadda veli ishga chiqdim. Shuncha ishlardan qutulib, stresslardan qutulib, darslarni hammasini tashlab turib, shunday yo'lga chiqishga nima etsin, to'g'rimi? 잠시 후 오른쪽 길입니다. Yo'llarga qarasanglar, rosa chiroyli. Oldin ham qo'shtaman.
los días tú con tu fantasía, con tu filosofía mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. To'rt hushini nimadir o'chirishyapti. Chiroyli ekan. Eng qizig'i keyin sal hozir urilib ketishimga. Eng qizig'i keyin mana bu yoqlar poyezd qo'sam bor edi-ku. O'sha filmlardagi joyga o'xsharkan. Ana yerda hamma zombiga to'lib yerda to'sib qo'yishadi ularni. Shunga o'xshatib yubordim. Yo'llarni bir qanaqadir qo'rqinchliga o'xshab ketdi-da. Atak chiroyli ekan. Bir shunaqa fikr kelib qoladi. Ataga davom etaveramiz. Hozircha ko'rinayotgan bo'lsa 40 kilometr yuribmiz, уже 2,5 soatda. 2,5 soat 40 kilometr yuribmiz. Adashmasam yana 70 kilometr qoldi. Xudo xolasa yo'l davom etaveramiz unda. 하늘 97m 후 교량 진입입니다. Değerli kimlikler sorumlu yatışan olayları kimlikler yalan zor da var. Yo'llar ham chiroyli. Bu yerda tekiskina bitta mashina yuradi. Bu yerda oldiga ketadigan yo'l, bu yoqqa orqaga ketadigan yo'l. 잠시 후 교량 진입입니다. Odamlar yuradigan yo'l. Albatta davom etaveramiz. Уже deyarli 47 kilometr bosib o'tibmiz. Biroz suv ichgan to'xtadim. Degradatsiya bo'lib ketmasligi uchun, tanam suvsiz qolib ketmasin deb to'xtadim. To'xtagan joydan bir chiroyli joyga to'xtadim. Tayyor hamma narsani olganmiz. Pomidor ham olganmiz. Ozon qo'yib. Hozir biroz suv ichtirib, yo'l davom ettiramiz.
yashab, qanaqa yurishdi. Sog'lom turmush tarzi. San'atkorlar ham zo'r yashaydi. Sog'lom hayot bilan shug'ullanganligi uchun. Voy tavasi. Nima narsa tushib ketishdi. Reja o'qizaman. Shu ketamiz. Opajonlar, do'jonlar. Nima qilamiz? Biz esa maza qilib uchib yuribmiz. Davom etaveramiz. Metr ham ko'p qo'yilib. Infeksiya qo'yilib. Manzilimizni deyarli 50% dan oshdik. Soat millarimiz 9:43 bo'libdi, 10 bo'libdi. Detab yana 3 soatlarcha qoldi. Shoshilmasdan sekin-sekin ketyapman. Xudo xolasa, obedlarga yetib olsak, detab biror soatcha dam olib, telefon zaryadga, soat zaryadga, balabattalarning zaryadini to'ldirib, keyin xudo xolasa qaytamiz. Qani bo'lmasa davom etdik. Orqani bir ko'rib qo'yinglar, risi chiroyli ekan. Mana yo'l, polni mana shu yo'l bilan kelyapman. Qo'llash ketgan Seulgacha bash yo'l. Chiroyli qilib asfalt qilingan. Bu yerimiz ham mixday turibdi, chotki. Bikepacking qilamiz. Sumka bir g'alati turibdi. Uni sumka zagas qildim, temadan yetib kelmay qoldi. Xudo xolasa keyingi sayohatlarda chiroyli qilib, yerini ham chiroyli qilib, yuvib, tozalab, xudo xolasa chiroyli qilib o'tkazishga harakat qilamiz. Bu havoga ham lekin gapni ko'rib tursanglar, umuman quyosh yo'q. Bulutli, rosa zo'r bo'lib turibdi. Agar quyosh bo'lganda juda ham ko'p telash ko'p bo'lardi, charchoq ham ko'p bo'lardi. Даже suv ham unchalik ko'p ichmadim. Ichgan bo'lsam 0.5 gina suv ichdim, 0.5 yoki 1 litrgina ichdim. Shu 60 kilometrgacha uchgan bo'lsak, kilometr, rovna 60 kilometr bo'libdi. Yana 55 kilometr yo 50 kilometrcha qoldi. Qani bo'lsa davom etdik. Жарко обжигает, небо надо мной смеется, столько счастья не бывает. Ты один такой на свете, от любви твоей я таю, за тобой лечу, как ветер. В облака с тобой взлетаю. Забери меня туда, где оранжевые сны, в жарком танце до утра шепчут о любви. Забери меня туда, где всегда... Seulgacha 40 kilometr qolibdi. Ya'ni 40 kilometr emasmi bu? Karta bo'lib ko'radi, neta 35 kilometrcha qolgan. Tak mixday ketyapmiz. Xudo xolasa obedlarga yetib olsak, obed qilib keyin sekin qaytaveramiz. Seulano, Dongseul, Guri yo'q tarafda-da, Guyimi. O'sha Gangmyeong yo'q tarafda. Ketaveramiz, xudo xolasa davom etib. Yaxshi ketyapmiz. Juda ko'p ham video olmayapman, telefonim zaryadkasicha kamlik uchun. Xudo xolasa chiroyli joylar olyapman. Buni joylarni ham olmayapman. Video musor qilmasdan. Ana o'shan davom etaveramiz. Забери меня туда, где всегда одна весна, зима. Не наступит никогда. Забери меня туда, где оранжевые сны, в
наступит никогда. Забери меня туда, где оранжевые сны, в жарком танце до утра шепчут о любви. Забери меня туда, где всегда одна весна, зима не наступит никогда. Забери меня туда, где оранжевые сны, в жарком танце до утра шепчут о любви. Забери меня туда, где всегда одна весна, зима не наступит никогда. Svetoforga deli uchun ham svetofor degan bor. To'yda. Birinchi marta ko'rishim. Ham piyodalarga alohida ekan. Qanaqa ham alohida ekan svetofor. Qoyilman. 2.1km 직진. Voy svetofor yana chiqdi. Narilarga. Hamma chiqdi. Hech bo'lmaydi. Bitta mashina yo'q ekan. Hamma chiqadi. Zamkutamiz. Xudo xolasa Seulga ham kirib qoldik o'zi. Shahar ham ko'rinyapti. 20 kilometr ko'rsatyapti Seul terminaligacha. Bo'lsa 20 kilometr 1-1,5 soatda bosib qo'yamiz. Endi yetamiz. Artık 5,5 soat bir yolda 6-7 soat. 7 soatcha ketar ekanda. To'g'ri aytganiga qarasam. Artık bunlardan so'zlab chiqardik. Artık veli uchuvchilar ham bor kim bo'lgan o'ylaganlar qaraganda. Akalar bilan ham rosa poya o'ynab kelyapti. Biz ham maza qilib. Yakshanba kuni maroqli o'tib kelyapti. Ayniqsa. Nima aytdim o'zi bu? Uyda telefon o'ynab o'tirgandan ko'ra mashina joyiga chiqib hozir havo sog'lom turish tarzida nima aytdim? Boshdan davom etaveramiz. U ana o'sha uzoq bo'lgan To'y ichini kapataman. Ma'lumga ham naqlash qoldik. Boshqa 10 kilometr chiqmoqda. 10 kilometr yarim birga chiqib ketdik. Mayli sekin shoshilmasdan boraveramiz. Manzilga yetishib sekin bo'lsa ham tez bo'lsa ham davom etaveramiz. Havo xudoga shukr yaxshi deb o'tsa ham issiqmas. Talqin o'tiribdi. Davom etaveramiz. Uzoqda o'tda ko'rinyapti. Ketyapmiz. 8 kilometr masofa qoldi. Xudo xolasa. Topik borib biroz dam olib, sekin qaytaveramiz. Mana do'stlar, yetib keldim. Xudoga shukr. Orqamda ko'rib turganlaridek, Dongseul terminali deb yozib, Dongseul Chonghap terminali deb yozib qo'ygan. Ya'ni bu o'sha sharq Seulning eng sharqiy joyi. Xullas, общий masofani aytib o'tib ketaman. Bu yerda Apple Watch'imda 109 kilometr ko'rsatyapti. Vaqti esa vaqtini ровно 6 soat 4 minut ko'rsatyapti. Lekin Kakao Map'da qaraganda 110 kilometr ko'rsatdi. Mayli, u 2 kilometr, 3 kilometr farq qilyapti. Biz hech narsa qilmaydi-ku. Xudo xolasa endi sal 1 soatcha Hangan daryosining oldida
dam olib, chopoy ichib, ovqatlarni ham o'zim bilan olib olganman. Olsam bir ikkita hozir ichkaridan kirib, suv olib chiqib, keyin qaytish kerak, kechqurungacha yetib borish kerak uyga. Qolib ketmaslik kerak. Notak buni uddaladik. Ko'rib turganlardek yetib keldik. Endi lekin esalomam uyga yetib olaylik. Biroz charchoq bor, lekin deyarli to'xtamasdan kelyapman. Har 20 kilometrlarda 5 minut dam olib, soatda aytib ketaman. Ertalab soat 5 da yo'lga chiqqan edim. Yo'q, 5 da emas. 5:30 larda yo'lga chiqqan edim. 5:30 atroflarida yo'lga chiqqan edim. Hozir soatimiz rovna 12:42 bo'libdi. 12:42 bo'ladigan bo'lsa 1:30 larda, 1:30 maksimum 1:42 largacha yana qaytib ketishim kerak. Bu biroz dam olmasam, lekin biroz charchatdi lekin haqiqatan. Chunki menga ham hali bunchalik uzoq masofaga to'xtamasdan qilmaganligim uchun. Mayli, endi Xudodan kuch quvvat so'rab turib, endi qaytib ketamiz. Bitta rasmga olib qo'ysam, ashdan segingina qo'yib qo'yamiz. Bo'lmasam qaytishimda olaman. O'zim bilan osh olgan edim. Pomidor bor edi, 4 tacha pomidor bor edi, ikkitasini yo'lda yedim. Non, tuxum, balobatir suvlarni hammasini olganman. Xudo xolasa mana hanganni oldida chopoy ichib, keyin sekin qaytaveramiz. Xudo xolasa chopoy ichib oldik. Soatimiz ham deyarli 2 bo'ldi. 2 rovna 2 bo'libdi. Rovna 2 da qaytyapmiz. 2 da qaytadigan bo'lsak, kech paytki soat 8, endi maksimum 9 larga kirib borsak kerak. Qorong'ida qolib ketmaslikka harakat qilaman. Mana qaytish tezroq bo'ladi, chunki video unchalik deyarli olmayman. Endi olsam qolib ketgan joylarni bir-ikki olib qo'yishim mumkin. Mana unchalik ko'p olmayman, oz-oz olib qo'yaveraman oxirida. Mana bo'lmasam yo'limizda davom etaveramiz. Xudo kuch-quvvat bersin. Endi charchoq bor, endi charchoq bo'lganman, nima qilamiz? Baribir ertaga ham даже ishga chiqish kerak. Shuning uchun tezroq borib yotib uxlash kerak. Xudo xolasa videoni ham bir haftalar ichida yuklashga harakat qilaman, vaqtimga qarab turib. Xudo xolasa bu yoq universitet yo'q-ku. Hammamiz davom etdik. O'sha joyimizdan boshladim. Dongseul terminali oldida chopoy ichib oldim. Ko'rib turganmisizlar. Orqada odamlar ham ko'p. Hammamiz ketdik, davom etamiz. Maza qilishayapti o'zi. Xudo tepada ham. Neyse, tepada qilib yurishyapti. Daryo bo'yida. Havo salqinlash qog'ozi chekib ketadi. Bu havo gradusini aytadigan bo'lsak, 26 deb ko'rsatyapti-yu. Endi 26 ga boradigan gap o'xshamayapti. Tak havo zo'r. Yaxshi qaytyapmiz уже. Necha kilometr bosibmiz? Hop. Endi 20 kilometr bosibmiz. 20 kilometr bosgan bo'lsak, 90 kilometrcha qolibdi-da. Xudo xolasa salomon. Kech payt soat 9:00ga kirib kelamizga umiddaman. Chopoy ichgandan keyin sal kuch quvvat bo'lib qoldi. Xudoga shukr. Salomon yetib olsak 9:gacha. Mana havo yaxshi bo'lib turibdi. Atak issiq bo'lganda bilan qiynalib qolsam kerak edi. Bu havo ham biz tomonga tez ko'rinib turibdi. Daryo bo'yi shamol bo'lgani uchun ham yaxshi chiroyli bo'lib turibdi. Hammamiz davom etdik. Lekin qaytsak kamroq video olaman. Tezroq borishim kerak. Chunki ketish o'zida anchalik video olib qo'ydim. Hammamiz davom etaveramiz. Bizda Perevalda non qurt sotadigan joylar bor-ku, pitak. Bu yerda ham velilar uchun ekanda, как раз. Ko'rsanglar. Ana ashta polni velichilar kelib to'xtab. Bu yerda ham joylar bor, ashta. Ashta o'tirishib, chopoyni ichib, keyin yo'lni davom etishaverar ekan. Nota yaxshi ekan. Buni joydan 2-3 ta joy bor ekan. Hozir yana qaytishda bir ikkita joylarni ko'rsatib ketaman.
50 kilometrdan buraya qaytib oldik. Va ular sekin olishib boshlayapti. Baribir ilojim yo'q, endi uyga borish kerak. Hotelda qolishga pul yo'q. Hotelda qolish talabsi ertaga ishlash kerak. Notak yaxshi ketyapmiz, havo yaxshi bo'lib turibdi. Salgina Qur'on o'qishgandan keyin, shomdan keyin bir soatdan keyin kiramiz. Nima aytishimiz kerak shukur. Salomat. Qaytyapmiz borib kelib. Tabii yaqin qo'yanda yana bir video qilaman. Unga qiyin avtobusda tezroq borishim kerak edi uyga. Qancha mazza qilsa davom etamiz unda. Yarim bo'lyapti. Yarim soatdan keyin qorong'i chiqadi. Xudoga shukr. Mayli 20 kilometr chiqyapti, 19 kilometr. 19. Bu shomdan keyin yetadi, 1 soatdan keyin kirib kelamiz deganda. Mayli, shunisiga ham shukr. Salomat. Borib keldik, ballonlar tekshirmasdan. Kuchi yetib. Keyin safar ham shunaqa qilishga harakat qilaman-ku. Bu safar kamroq qilaman. 2 kilometr ko'plab ketdi bu safarga. Mayli, zato o'zimni sinab oldim bahonada. O'zimning limitim qanchaligini bilmasdim. Chunki masalan o'tgan safar 120 kilometr uchgan bo'lsam, menga hech narsa sezilmagan edi. Qana og'rigan bo'lmagan edi. Shunday uxlab turdim, ertasi kuni ishga chiqib ketdim o'sha kuni ham. Bu safar endi sezilish aniq-ku. Va tak limitimni bilib oldim. Endi ana o'zim ustimda ishlayotganda ham, keyin safar manzil tanlayotganda ham maksimum 180 km tanlab qo'ysam, 180 dan past qilib tanlab qo'yaman-da. Notak kunimiz yaxshi o'tdi. Zo'r o'tdi. Xudo xolasa endi ertalabki boshlagan joyimizga borsam, o'shdan video qilib turib, shunaqa qilib tugatamiz. Hammamiz ham ketdik. Do'stlar, mana xudo xolasa yetib keldik. Soat minlarimiz уже 8 dan 42 minut o'tibdi. Kech paytki 8 dan 42 minut o'tibdi. Общий bosib o'tilgan masofa 218 kilometr bo'pti. Rasman ham meta Apple Watch'dan zapis qilingan anaqani ham qo'yib qo'yaman shu tarafga. Notak yaxshi bo'ldi. Ertalab 5:30, 6larda yo'lga chiqqan edik. 5:40larda yo'lga chiqqan edik. Xudo xolasa anchalar vaqt sarflab qo'yibmiz. Vaqtimiz ketgani 12,5 soat vaqt ketibdi. Uchishga ketibdi 12,5 soat. 12,5 soat uchibman. Notak dam olish boshqa balobatlardan qo'ysak 15-16 soat ketdi. Notak haqiqatan ekstremalniy tajriba bo'ldi o'zimga ham. Hali o'zim qilib ko'rmagan edim bunaqa narsani. O'z professional sportchilar ham kuniga YouTube'larda ko'rardim. Kuniga 250 km, 240 km uchishardi. Xudo xolasa men ham почти professionallarga o'xshab inja yetmadi-yu professionallargacha. 218 km ham, 220 km ham. Yaxshi natija boshlanishiga. O'zim ham bahonada limitlarimni ham bilib oldim. Necha kilometrdan keyin oyog'im og'rishini, keyin safarga endi harakat qilaman shu narsalarni to'g'rilashga. Notak belgimizga ham gap yo'q. Umuman balon tekshirmadi ham. Maza qilib borib keldik o'zi ham. Xudo xolasa videolarda keyingi videolar ko'rmay qoldim. Xudo xolasa keyingi videolarda uzoq emas-ku, kommentariy yozsanglar ham javob bo'lsa ko'ramiz variantlarni. Notak bu safar 100 km, 120 km atrofidagi joylarni qarab turibman. Yaqinroq bordi keldi 120 km, maksimum 180 km gacha qarab turibman. Notak fikr nimadir bo'ladigan bo'lsa, kommentariy yozib qo'yishingiz mumkin yoki Telegram kanal qo'yib qo'yaman, mana shu pastga izohga yozib qo'yaman. O'sha izohga kirib aniq qilsanglar, gruppa bor, o'sha gruppada ham gaplashsak bo'ladi.
nima tak oldimizda turli xil shansilar kutib turibdi. Agar shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, katta rahmat tilab qolaman. Ну, unda keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Unda men uyga ketib, sразу uxlashim kerak. Xayr, salomat bo'linglar.